qurgan odamga tegamanmi? Balki ayoliga o'chak uchun menga uylangandir. Yo'q, unaqa gaplarni qo'ysangizchi. Ko'ngli qolgan erkakni 10 ta bola bilan ham olib qolib bo'lmaydi. Bu oila avval uniki bo'lgan bo'lsa, endi sizniki. Tushunyapsizmi? Kerak bo'lsa, o'z oilangiz uchun kurashasiz. Eshityapsizmi? Kurashasiz. Keyin eng asosiysi esingizda tursin. Tag'in kuyov bola kirganida arazlab, xafa ekanligingizni bildirib, ko'nglini qoldirib yurmang. Xotinning maqsadi ham aslida shu. Shuning uchun necha yillab yo'q bo'lib ketib, aynan to'y kuni kirib kelyapti. Bildingizmi? Sizga gapirish oson-da, yanga. Bilaman, qiyin. Ammo uyga qaytib borganingizdan ko'ra, mana shu yo'lni tutganingiz 1000 marta afzal. Xo'p, deyvering. Keling, kiyimingizni almashtiraylik. Keling, turing. Hammasi yaxshi bo'ladi. Voy Azizaxon, assalam, shunaqa ochilib ketdingiz. Hech narsani o'ylamang, hammasi yaxshi bo'ladi. Hali meni aytdi deysiz. Xo'p. Voy o'zim o'rgili. Voy, hozir